Do'stlarim, 2 yil oldin kundaligimga nima haqida yozganimni o'qib bermoqchiman. O'sha payt ham rosa aqlli bo'lgan ekanman. Hech qachon o'zini maqsadlaridan qolmaydigan, qancha sinovlar bo'lsa ham faqat oldinga intiladigan. O'sha paytlar eslayman, ishda juda ko'p stress bo'lardim, ishga siqilardim, ko'p muammolar bo'lgan shu paytda yozganman. Eshitinglar. Salom qadrli Nafisajon. Bugun senga nimalar haqida bugun o'ylanib qolganimni va shu narsalarni har doim yodda tutishingni xohlardim. Balki hozir seni o'zingga bo'lgan ishonching tushayotgandir, ayrim arzimagan narsalar uchun. Lekin shuni bilginki, sen eng zo'risan. Sen juda chiroylisan. Seni bir kulguyingning o'zi seni kuzatib turgan 20 ming odamni qalbini yorita oladi. Demak, o'sha payt 20 ming obunachim bo'lgan. Sen kimlarningdir motivatorisan. Bilasanmi nimaga bu gaplarni ishonch bilan aytyapman senga? Chunki seni niyatlaring pok, qalbingda esa g'arazlik yo'q. Eng asosiysi sen samimiysan. Xohlardimki bu bevafo dunyoda shu samimiyligini yo'qotmasligingni. Chunki bu seni o'zgacha qilib turadigan xislating. Mayli atrof muhitga umuman e'tibor qilma. Ba'zida bu xislatingni tushunolmaydigan va qadrlolmaydigan insonlar chiqadi. Lekin nima bo'lganda ham inson oxir-oqibat o'ziga o'xshagan insonlarni uchratadi va insonlar sening haqiqiy borligingni ko'ra olishadi va qadrlashadi. Hozir men senga o'zini hurmat qiladigan ayol qanaqa bo'lishini aytaman. O'zini hurmat qiladigan ayol avvalambor o'zi uchun qiziqarli, uni sevimli mashg'uloti bor. U o'zining xohlagan va yoqtirgan hobbylari bilan shug'ullanadi. U o'ziga hamma narsaning eng zo'rini ravo ko'radi. Shunda atrofdagilar ham uni shunday qadrlashadi. U insonlarga baxt, quvonch ulashib oladi, chunki avvalambor uning ichi mehrga to'la. Hamma ham unga xohlaganchalik muomala qilmasligi mumkin va bu okey. O'zini hurmat qiladigan ayol jertva holatini yasamasdan shunchaki o'sha davrani tark eta oladi. Garchi bu ba'zan juda og'ir bo'lsa-da. Nafisajonim, men sen bilan faxrlanaman va senga ishonaman. Kuni kelib shu kundalikni ko'zing to'la baxt yoshlari bilan o'qiysan.